Mana akalar sirkka ichkari holati, ko'rinishi. Akalar mana sizlar uchun eng qulay joyi tanladi. Sirk ichida bo'ladigan bo'ldi bu sirkamiz. Xudo xolasa 20-aprel kuni soat kechki 18:00 da ochilishi bo'ladi. Tomosha uchun bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Qatnashchilar pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Kimda qanaqa yaxshi qo'chqorlar bo'lsa, bemalol yozdirsanglar bo'ladi. Zo'r prizlarni qo'yganmiz. Bilasizlar, birinchi o'ringa Dubayga putyovkamiz bor. Xudo xolasa hozir video davomida ko'rib tursanglar, ichkarini ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ichkari holati, ko'rinishi, xudo xolasa mana shu o'rtada hamma qo'ylar olib chiqib ko'rsatiladi. Mana sizlar uchun salqin zo'r joylarda o'tkazib berishga harakat qilamiz. Mana katta formatda, hozir chiroqlar yoqilmagan, bu sal qorong'i holat. Mana